Bu xonani juma namozlarini va oddiy 5 mahal namozlarni ado etadigan saroydagi namozxonamiz bo'lgan. Bu yerda eng ajablanarli qizil narsa mana devordagi sopol naqshlar. Bular asl holida saqlanib qolgan ekan. Qizig'i bu naqshda hech qaysi bir-birini umuman takrorlamaydi. Ya'ni shuncha katta devor bo'lsa, mana shu yerda hamma naqshlar hech qaysi bir-birini umuman takrorlamasligida. Adashib ketmaslik uchun naqshlarni, ya'ni ketma-ketligini belgilash uchun mana bu yerda raqamlar berilib ketilgan. Shu raqamlarga qarab bir-biri ulanib ketilgan. Shuncha devorlar hech qaysi naqsh bir-birini takrorlamaydi. Qayerdan boshlab qayerda tugaganligini ham hech kim bilmaydi. Faqat o'sha ustasini o'zi biladi.